Bugün baş torsupsuğu yollagan filmin bir kadar uzun bolsun tordaşlar. Qulluğunu zangsep anlap, sizga yaragan bolsa bir tal yurgundan aymay besip qo'llab qo'yishingdan chin yurgimda umid qilaman. Mush atrofimizdagi mush o'zining chirig'i ishini men degan mashundaq chiroyli usqan bedallarim bilan hamma ishni qila olayman, pul topa olayman deydigan mashundaq qizg'onligiga bir ibrat bo'lish uchun mashundaq tirishib yaxshi yo'lda mansaq keyin natijasini ko'radiganlarimiz uchun mana shu filmni yo'llab qo'ydim. Bu haqiqiy o'zimning beshidan o'tgan kechirmishlarim. Bir maşınlardan bir təsirlənib, ibrət edib, bir aktiv energiyalik, bir məzmun buluşunu chin yuragimda umid qilaman. Salam aziz do'stlar, hammalar vaqti güldün güzel olsun. Men şayalıq do'stlar, Aygül'den hemen degan fikrim bilan salamlarım ya aziz do'stlarim. Bundan kun bir film ishlab, zo'pin tatib chiqargan bo'ldim. 2019-yili, 6 yillik beşimda o'tgan, uningdan burungi tarixni so'zlasak gap uzun bo'lib ketadi. 6 yillik turmush tajribalarimni so'zlab beray. Mana shu 0 saviyadan boshlab bir 5 yoshga kirgan qizim bilan Xotandan o'zimning yurtiga qaytib kelib, 0 saviyadan boshlab, shu tijorat 0 dan boshlab bir ko'p pul yo'q jarayonimni kechirmishlarim so'zlab beray deb so'zlab chiqsam, shunchalik nurg'un xalq qo'llabsa Arkadaşlar, rahmet, hoş buldum, minnettar buldum. Meni izchil mashhur dunyosida ko'rayotgan barcha xalqlardan, meni yaxshi ko'rgan xalqlardan shunchalik xush bo'ldim do'stlar. Rahmat sizlarga. Men bani badab chiqdim, hozir qadar yo'q deb chiqdim. Yolg'onga rostgapni qatmadim, rostgapga yolg'onni qatmadim degandek. Meni izchil qo'llagan barcha jutik to'rdoshniki tinch salomat bo'lishi uchun yuragimda umid qilaman. Mana shu 2019 ga kelsak do'stlar. Tunugun mazmun yo'llaydi deb yo'llab bulanmay qoldim. Dukan ko'rib, dukan muqim, dukan alay deb shu dukan ko'rish jarayonimda shu sizga gap qilib qilamdim, zo'pin tatib yo'llab bulamdim. Mana shu 2019 ga kelsak to'rdashlar. Men shu opamdan qilib qolgan shu uyga 5 yoshga kirgan bolamning qo'lini yo'tlab kirgan vaqtimda shu 44 damning ichiga kirib bir ko'y pul yo'q. O'sha holatda shu nima ish kirdiki, shu yotgan ko'pa kirlik, danz tikadigan ashbash erkak tilib urib 10 ming qo'yliq yastık kapı saldırgan buldum. Şu yastık kapıdan başlap sözleşme doğru kilidi. Yastık kapı saldırıp ben bunu Yezvazar'a çıktım. Hem de şu Aksu'ndaki Şayana adamları olsun bilirse. Şayana'nın baş toyu oldu. Anadaki şu Küçük'teki 6. ayın Çimen Bazarı da pazarları var. Aşında pazarlığa apırıp 40 koy yapılı töle 30 koy hakka yalvarıp baş yastık kapının aş pazarlığa apırıp dep 30 koy yapılı 40 koy yapılı tölesem 30 koy kiraga versem, anadaki bu qo'saq tursa, şunu bilan bir kun kashkichilik 280 ko'yliq, aş Yezvazarda o'tirib savdo qildim. 280 ko'yliq savdo qilsam, buning bingchini-chu to'xta, men deb ashundaq mezgilimda 10 ko'yga bir qancha lag'man ketdi, 8 ko'yga yerim lag'man ketgan to'q. Shundaq lag'manni yegan onda 2 ko'yga bir tal girdi, 3 ko'yga bir qancha dampon elib, 5 ko'y bilan qo'sqon tuydiga deb ashundaq g'erib o'ltirib, tamoq yeb, bir kunni kash qilib Keş olgan vaqtimda ina Şayana'ysiga melimni besib yenib kelib, uyga kirib 5 yoshga kirgan qizimni quchog'imga elib taram yig'lab ketgan yerlarim bor. Bir oygacha men ashuna bozor qilamagan. To'y oldi gapirib, to'y oldi 40 ko'y yeb pul to'lab, shu Sichon bozorining kirish eg'izining tuyiga, ashaga shu qatlangan qumush karutimni qo'yib, har xil yostiq qoplarini tizib, setib ashada. Savdo qilamay bir kun kechgacha o'tirib shu 210 ko'y, 220 ko'y savdo qilsam, bu 40 ko'y yeb pul to'lsam, 30 ko'y haq kira bersam, qo'sg'onni vaqsam, bu 70-80 ko'y pul chiqib bo'lsa buningga. Bunun için bunchini-chu, buning foydasi-chu to'xta. Men buni nan deb yomg'idakman, nimishqam akagandim deb bir oygacha pushaymon qilib, savdo qilamagan yerim bor. Ashunda kunlarimning bir kunda men Shavchuramning o'ltiraq rayonidagi tiyda bir ochimiz bordi. Ochimiz Aygül Menimizni achqib, karobatingizni qo'yib, meni do'konimni olib setib boqamsiz dedi. Ma'qula deb karobatni qo'yib, do'konning oldida shu yostiq qoplarini har xil 30 dak rangga ashuni hamma tizib men sattım saat 5 bilan chiqib. Jupi 18 ko'y, jupi 18 ko'y deb. İdare jamiyatning odamlari kirib chiqib, buni qarab elib, shu kaç soat endi shu Beijing vaqti 12:30gacha o'tirib setibdim. Bu atdi, evatdi, naq pul bergandim bo'ldi. Uyga kirib sanasam 1280 ko'ylik savdo qildim. Quchog'imga 5 yoshga kirgan qizini elib, quchog'imga elib yig'ladim men. Men pul topa olayotganman, men pul topolmayman desam, men pul topa olaydi ekanman deb. İnsonningki pul qo'lga kirgan chog'da jini bo'ladi ekan. Pul yo'qning jini yo'q deb. Bekras gapga pul topgan vaqtimda jon kirdi putimizga. Bu kuni birinchi kuni numus qildim men. Maskani taqab o'tirib, shilapini kiyib o'tirib satdim. Pul kirgan, pulni tepib, pulni ko'rgandan keyin uyimga kirib to'xta, men jaloqlik qilmasam, men ya bir to'rt ko'chani o'tirsuga chiqib boshqa bilma satmasam, ya o'g'irlik qilmasam, men nima ishqilib numus qilaman? Bu pul topgan ishqim men numus qilamanmi? Men o'zimdan faxrlansam bo'ladi. Men bu shunchalik g'ayratga kelib, mashina yo'lda yoymay chaladim. Men nimadan numus qilaman deb
Ünüp 3 gün söz, turib 2 gün söz, bu ajrashish, aytish menda qolmabdi ekan. Deb shuning bilan ashuna joyma chiqib boshladim. Balkim atrofimdagi nurg'un xalqlar bu qizal xotanga to'y qilgan, ana xotanga to'y qilib, bibalni tug'ib kelib, endi ajrashib ketibdi, palti kakasini qaqtirib, ayada bir eski karvatning to'pisi berib setibdi deb meni mazaq qilgan odamlar bo'lishi mumkin. Nurg'unlari opsi esibdi, bu qizvalniki yaxshi yo'lda tirishib kunibdi, nemish qilsa yaxshi yo'lda menibdi deb meni ta'riflab maqtagan odamlar bo'lishi mumkin. Yaxshi yo'lda pul topsam bo'ldi, yaxshi yo'lda tirishsam bo'ldi deb oxirida men mush akagan deymamdan non tep yedim. Ko'chada yayma etish orqali 10 ming ko'yliq menim 20 ming ko'y bo'ldi, 20 ming ko'yliq menim 40 ming ko'y bo'ldi. Xalq o'gatdi. Dastlab yostiq qilib satdim. Undan keyin kirlik akasi zo'mam dufkam dedi, kirlik akaldim. Bo'chan yoqish akasi zo'mam dufkam dedi, bo'chan yoqish akaldim. Yaymam kundan kunga yo'g'nashqa boshladi. U yerda o'tirib satsam bu Çincan cüna adamlar kelib meni qo'llab haydashga boshladi. Nimish bu yerda satsiz dukoying, yo'lda beramiz satsangiz bo'lmaydi deb. Mayada qo'lis ayada sotadigan bo'ldim, u yerda qo'lis mayada sotadigan bo'ldim. Ashunda qilib o'zimniki ya mashinasi yo'q. Shu chog'da turdi. Ishansanglar, ikki chaqliq motorim yo'qdi, ikki chaqliq motorim. Shuning bilan bu ikki chaqliq anadan keyin motorni oldim. Ikki chaqliq motorni ham akam ep bergan bo'ldi, bitta motorni 4,5 ming ko'ga. Motor ep bergan bo'ldi. Shu motorimdan belak ya kelishganmi yo'q. Shu balam bilan shu quruq jinim, shu bitta motorim, shu o'ltirdigan opamdan qolgan ziminliq uy, shu bordi. Endi qo'lda dasmi yo'q tijorat qilay desam. Shu 10 ming ko'lik yostiq qapidan boshlab ekan, men kundan tijaratim yaxshi bo'ldi. Har insonga niyat qilib kun urdi, desni niyat qilib ekan, niyat qilib kun urdi ekan. Bu birinchidan, ikkinchidan mush ota-onani boqqan odam xarjlik qilmaydi ekan. Mushu opam rahmatli nima bek boqdi ekanman. Kesal chog'imdan bek boqqan. Shu opam rak tutib ketgan turdoshlar. Yosh turib endi rak kasalda o'trak tutib ketdi. Kechasi put qo'ldir shunda chiqib og'irgan ekan, put qo'ldirni tutib qilsam kallasi mana tushib ketdi. Anadan keyin saq odam uyqu qolmagan bilan kasal odam tong atqizmoq tasga kasalni azobidan. Balam deydi, "Ha, sen tutib qo'ysalar-chimsizlar balam." Opamning tigi kuchalik ayoldi, "Sizlar o'zlaridan cho'nqitga, bizni senmi deb baqmagan, sizmi demaydi." Tutib qo'ysizlar balam bir mix ko'lab ketib bordi. Men o'lib qolgandika uyquim qanali jumsizlar deydi. Kech soat 2:30 3 kichilik bardashlik bera olmaydim tutib. Uningdika uyqum kelib ketdi. Dümbüz mashina majoqlab mana tutib o'ltirib mashina qisqa. Tutib qo'ysizlar balam o'lib qolgandika uyquim qanali deydi. Doktorlar, "Apangiz 3 oydan 4 oygacha umr ko'ra oladi" degashga, "Heliqi o'lib qolsam uyqu qanali" degan gapi quloqning tuyida jirinshib, o'rnidan qo'pib muzdek suvda munchiq kirib yuzini yuvib chiqib, yana opam tutishga boshlaydim. Tutib olay opamni, opam baribir tuyab ketdi, qora tuproqning tagiga kirib ketdi. Put qo'llarim yo'q u chog'da tutay desam, mana hayot vaqtim put qo'llarimni silab tutib olay. Opam tuyab kelsa, bu put qo'llarimni tutay desam, bu put qo'lmang yo'q deb uyqum etilib, tong otqichalik opamni tutib chiqdim. Rahmatli opam endi ok kishimizga shunday yaxshi tilaklarni jiq tilab qo'yib ketdi ekan. Akam mana shunday yaxshi kun ko'riklik. Men ma davlat kadr bo'lmasam, tijorat qilsam, opamda orlig'i 8 yil o'tdi, 8 yilda yoqi yaxshi kun ko'rib kelyapman. Bu ota-onani boqqan odam hech qanday yerda xarjlik qilmaydi asodashlarim. Men opam ya davlat kadr emas deyman, uyda qo'yib qolsam sizga uyli maosh pulim qolmaydi ok kishkanliga. Lekin ishkanliga men nurg'un yaxshi tilakni tilab qo'ydim. Hayot qolsam, bunig'im qanoat qilaman. O'lib ketib qolsam, o'lim ma inson uchun bir cho'ng mukofot. O'lman deb o'lgim kelmaydi, o'lgilolmaydi. O'lim ma inson uchun cho'ng bir mukofot. O'lib qolsam, rizqim bo'lsa yashayman, rizqim bo'lmasa tuyab ketaman bolarim. Deb ashuna aytdi. Sizga ok kishkanliga nurg'un yaxshi tilakni tilab qo'ydim. Undan kun ko'rslar deb ketib berib, men shu tilagan yaxshi tilakning natijasini ko'rsin deydi. Nima deydiganda bu opamda ya bizga bu pul qolmasa, zimin qetdi, ya mol dunyo qolmasa deyotganimiz shu yaxshi tilakning o'zi necha millionlagan boylikdan, necha millionlagan qilib qolgan dunyodan yaxshi ekan. Men nurg'un kasal tortibman, kesildim shu opamning yaxshi tilagi bilan mushunchalik tirilib qopib, mushunchalik saqlab qolgan bo'ldim. Nol holatdan ko'chaga bir ko'y pulim yo'q holatda shu opamdan qilib qolgan bijib uzukni setib 10 ming ko'y dasmini setib osh holatda tijoratni boshlab ekanman. Men bugungichilik mushunchalik turmushga sizlar ko'rgandagidek mushunchalik turmushga erishib turibdiman.